Nashnoy dejurstvadamiz. Sinovlar o'tyapti. 8 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, mana 10 yil o'qidim, 8 yildan beri ishladim, tez yordamda ishladim, statsionarda ishladim, qabul bo'limida ishladim, psix brigadada ishladim. Umuman ishlagan paytimda eng shu bitta gap eshitsam, juda ko'p eshitganman shu gapni. Haliyam shu eshitsam to'g'risi g'ashim keladigan gap bor ana. Gippokrat qasamini ichgansan-ku deyishadi. Endi men tibbiyot tizimi bitta sistema bo'lsa, shu sistemadagi biz ham bir oddiy xodimmiz. O'sha sistemani qonun qoidalariga bo'ysunamizda. Kimnidir больницаga yotqizish kerak, u по показанию ish qilish kerak. Kimnidir mana bu dorini berasiz, bu dori mumkin emas. Har birini asoslash kerak. Har bittasizni qog'oz yozasiz. Har bitta qilingan muolajani, dori muolajani asoslab, yozuv chizuv qilib topshirasiz. Endi shuni tushuntirsangiz, misol uchun shu holatingizda siz falon shifoxonaga siz aytganingizdek xohlasangiz biz olib bora olmaymiz deb tushuntirsangiz, chiroyli tushuntirishga harakat qilasiz endi shifokorsiz. Ne ukam? Gippokrat qasamini ichgansan-ku deyishadi. Gippokrat ichgansanmi emas, ichgansan-ku deyishadi. Xuddi shu Gippokrat qasamini ichganni как будто o'sha gapirayotgan odam meni tepamda guvoh bo'lib turganda, ey baraka topkurlar, xalq, narod. Люди, Gippokrat qasami degan narsa yo'q. Bu kinolardagi narsa u. Biz tasavvurlarimiz shunaqa-yu, hammamizni assotsiatsiyalar, psixologik tarafdan hamma narsa obrazlar, shifokor haqidagi obraz, militsiyalar haqidagi obraz, realniy militsiyalar yoki realniy vrachlar haqida emas, kinolardan, ertaklardan qolib ketgan miyamizdagi anu assotsiatsiyalar ta'sirida fikrlaymiz-da. U kinodan, u bir kinolarimiz, o'sha Gippokratdan kichkina tabib, yana qaysi kino bor, bitta kino bor, oshni laganda oshib ko'tarib oladi-yu, o'sha kinoda olingan, yaratganga shukur degan. Ana u ssenariyni yozgan odamlar vashshi meditsinadan uzoq yozgan odam yozganmi bilmayman. Umuman Gippokrat qasamini ichgansan-ku. Gippokrat qasamini ichilmaydi. Yo'q unaqa qasam. Men sizga aytayapman, unaqa qasam yo'q, ichilmaydi. Men 10 yil o'qigan bo'lsam, boshimga qiynalib o'qib, kechalari uxlamasdan tayyorlanib, 1 yil yiqilib, keyin o'qishga kirdim. 10 yil umrim o'qishda o'tdi. 7 yil ota-onam, men o'zim kontrakt to'ladim. Mana shu kelganim uchun davlat shu oyligini beradi. Unaqa katta oylik berayotgani yo'q, misol uchun aytaman. Lekin ishlayotgan joyingda обязательно odamlar kelib Gippokrat qasamini ichgansan-ku degan gap yomon qattiq g'ashing kelib ketadi. Lekin o'zingni bosasan, tishingga qo'yasan. Sen vrachsan, sen emotsiya qilmasliging kerak, sen hissiyotlarni ko'rsatmasliging kerak. Vrach ham inson, odam. Bizda ham emotsiya bor, bizda ham hissiyot bor. Biz ham o'sha bizga chizib bergan davlat nima qilish kerak, qanaqa qilish kerak, o'sha chizib bergan chiziqdan tashqariga hech kim chiqib keta olmaydi. O'sha chizib bergan chiziq bo'yicha harakatlana olaman deb tushuntirmoqchi bo'lsang, sen Gippokrat qasamini ichgansan. Shunaqada endi. Nima deysizlar? Shunaqa gaplar.